Mana bunaqa tarzda rasmiylashtirilgan jarimalarning hammasi noqonuniy. 100% garantiya beraman. Mana shunaqa tarzda rasmiylashtirilgan jarimalarning hammasi qonunga zid tarzda rasmiylashtirilgan va bu jarimalarni to'lamasligingiz va sud tartibida bekor qildirib, noqonuniy deb toptirishingiz mumkin. Videoni ko'rishdan avval obuna bo'ling, men sizga tushuntirib beraman. Videoni barcha haydovchilarga yuborib qo'yinglar, qarang. Jarimaga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, huquqbuzarlik 2024-yilda 28-aprelda sodir qilingan. Jarima esa 2025-yilda, ya'ni jarima solish to'g'risidagi qaror 2025-yil 10-aprelda jarima solish to'g'risida qaror chiqarilgan. Vaholanki bu qonunchiligimizga zid hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 305-moddasida mana shunaqa holatlar tartibga solingan bo'lib, 305-moddada shunday deyilgan: jarima solish vakolatiga ega bo'lgan ma'muriy organ jarima haqida ma'lumotni olgandan boshlab 15 kunda ichida jarima solish to'g'risidagi qarorni chiqarib, haydovchiga, huquqbuzarga yuborish kerak. 3 kun ichida yetib borish kerak bo'ladi. Endi bu yerda qonun buzilishi qarang. 15 kun ichida kelish kerak bo'lgan narsa 11,5 oydan keyin kelyapti. Ular bilmayman, ma'muriy organlar jarima solish to'g'risida vakolatga ega bo'lgan organlar fuqarolarni buni tushunmaydi, borib to'lab yuboradi deb o'ylaydimi? Lekin aslida biz fuqarolarga mana shunaqa tarzda o'rgatyapmiz. Hurmatli haydovchilar, hurmatli akalar, jarima solish to'g'risida qarorni qo'lingizga oldingiz, muddatlariga e'tibor bering. Bunda ham e'tibor beradigansiz, 24-28-aprelda huquqbuzarlik sodir qilingan, lekin 10-aprel 25-yilda jarima kelyapti. Undan tashqari 14-apreldagi qo'liga tushgan. Bu yerda 3 kunlik muddat ham buzilyapti. 3 kunlik pochta muddat. Shu sababli jarima oldingizmi, jarima solish to'g'risida qaror qo'lingizga kelib tushdimi, birinchi o'rindan muddatga e'tibor bering. Agar muddat buzilgan bo'lsa, sud tartibida bunaqa rasmiylashtirilgan jarimalarni bekor qildirib tashlasangiz bo'ladi.